Oh, hidlaringdan. Shermurod, suvoyagarot. Qanday? Zo'r usta, buni o'z qilganmisiz? Yo'q. Qo'shni har ertalab kelib taglarini chopib strishga qilib ketadi. Usta, bu yana nimalaringiz bu? Qarzim bor jo'ra. Kreditim bor, mahalladan qarzim bor, oydan xoladan simishkadan 50 ming qarzim bor, ayoqqa varikoz bor jo'ra. Belga grija bor, buyrakka tosh bor. Yomon ko'p. Usta, bu limonlar ham kichkina ekan, ha? Ha, o'zi sovuqqa kichkina bo'ladi, hamma narsa. Usta, bu shu limon, mandarin qilgandan ko'ra beda biznes qilsangiz bo'lmaydi, internet yomon rivojlanib ketdi. Ha, lekin beda qilsa bo'ladi. Esimga solib zo'r qilding-da. Kakras o'yiga 4 kilo katishga kerak edi. Evi? Hazil, beda olib kelaylik mollarga, yuringlar. Shermurod, Barzichoydan 500 ming olib ber. Bo'l. Mana. Azamat, usta buni qara. Baribir boshqacha odamda. Usta, bu nima qilasiz hozir? Shashka o'ynab kelyapman. 500 ming pulni men bunga beryapsizmi siz hozir? Ha? Usta, bu to'g'ri ko'p pul topasiz. 200 ming bering, 300 ming bering. 500 mingga pul berasizmi? Sani kallang aynib qolibdi. 700 ming deb turgan joyiga men 500 mingga ba'zir ko'ndirib oldim buni. Ko'zingni ko'p olaytirma. Ha, nima bu? Mayda presschi. Usta aka. Ha. Bu akaga rahmingiz kelib shuncha pul berdingizmi desam, gap boshqa joyga ekanda. Boshqa joyga gap. Azamat. Televizorda boshqasiga o'jor, yomon zerikdim. Usta, bu televizor o'chiq-ku. Ovoz qayerdan kelyapti bunisi? Konsert ovozi. Ha, shuni aytmoqman-da, boshqa muzikaga yo'q. Usta, bu Azamat. Ikkovlariga ham qo't qo'psizlar-ku. Unday bo'lmaydi-da. Oshtoninglar ham sovib qolmasin. Ha. Nonshot Azamat. Sen choy qo'y. Devziram bu nima bu? Lazermi? Lazer. Lazermi? Ya gozadım didani, ya namı sancıdani, ya gozadım didani.